Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Aqlli yo'llarda optim joydan so'raganlar uchun arzon birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Bu yerda terish qo'yib ko'rishlar mumkin akalar. Yo'lni narigi tomonda, mana shu Nirjivekani orqa tomonda o'zlari ishlab chiqarishadi. Xudo olsa chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Dastavkasiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston 12 ta viloyatiga bepul bo'lar ekan, 1 yil servis xizmati ham bor. Garantiyasi 1 yil bo'ladi akalar. Xudo olsa bittadan like bosib turasizlar, chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamasdan. Rahmat aka. Xo'sh, aka bo'lmasa biz obunachilarimizga ham aqlli yo'llar haqida ma'lumotni beramizmi? Bo'ldi, xudo xolasa. Qaysi biridan boshlaymiz? Va tayyordan boshlaylik. Qarang, dastavkasi O'zbekiston 12 ta viloyatiga bepul. Bepul, xudo xolasa. 1 yil garantiyasi bor. 1 yil garantiyasi bor. Bonusga stabilizator qo'shib beriladi. Keyin zakazga rashidnoy bachokni ham qo'shib beraveramiz. Aha. Zakaz qilinsa, etilsa qo'shib beramiz bonusiga. Bonusga rashidnoy bachok qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Tushunarli. Akalar, bonus ko'ryapsizlar, o'zi narxlar arzon, ko'chaga qaraganda anchagina bonusi ham xudo olsa chiroyli qilib berishadi. Shundan boshlaymizmi aka? Bo'ldi, xudo xolasa. Aha. Bu nechtaligi? Bu 200 kvadratlik, 20 kilovatligi. 200 kvadrat, 20 kilovatligi. Aha. Listlari qanaqasidan bo'lgan? Listlari qarang. Mana shu eshigi, buyog'i, ichiga polni to'rlik bo'ladi. Kitobda ayrim joyi, hali o't rosmana tegmaydigan joyi 3 lik listdan bo'ladi kitobning o'zida. Ikkitasidan shunaqa bo'ladi. Qolgan joyi to'rlik. Bu yoq tepasi, yoni, orqa tomoni 3 lik listdan bo'ladi. Aha. Обязательно anaqalari berilgan. Ishib ketmasligiga zakazlar qilingan hammasiga. Garilka holati shu holat bo'ladi. Garilkasi ham 8 lik listdan bo'ladi. Bunkeri 1,5 lik listdan bo'ladi. U uchamchaga ketmaydi. Butun umrlik xizmat qiladi bu xolasa. Motorchigi, ventilyatori, reduktori, stabilizator hamma yo'q komplet ichida bor. Rashidnoy bachok zakaz qilishsa qo'shib beramiz. Xudo xolasa zakaz qilishsa, etilsa, o'shanda masalan menga rashidnoy bachok kerak desa, qo'shib beraveramiz. Nech litrlikni etsa bo'ldi. Tushunarli. Aka, rasxodga keladigan bo'lsak, rasxodi, xo'p, o'rtacha hisob 50 kilodan chiqadi, o'rtachasi. Bo'lmasam 30 kilodan 80 kilogacha qiladi, xudo xolasa. Eng kami 30 kilodan 80 kilogacha. Mana shu 20 kilovatligi. Aha. Ayrim joylarda 80 kilo yoqadi, ayrim joylarda raza ko'p yoqdim desa ham 40 kilo yoqadi sutkasiga. Aha. Hammaniki joyi har xil bo'lyapti-da, o'shanga qarab rasxodini to'shni aytib bera olmaydi hech kim. Uyda utuplitiga qaraydi, montajga qaraydi, havoni issiqligiga qarab rasxod qilaveradi. Birinchi o'rinda uyda utupliti bilan montaj ham katta rol o'ynaydi rasxodga. Ko'proq montajga rol o'ynaydi. Montaj chotki bo'lsa, rasxod kam bo'ladi. Aha. Tushunarli. Xo'sh, bu yerda tayyorlari 20, 30, 80, 40 20, 30, 15 kilovatligimiz ham bor. Mana 15 kilovatligimiz shu. Eng kichkinasi qanchadan qanchagacha? Eng kichkinasi 15 kilovatdan yuqorilab ketaveradi. Zakazga qarab chiqarib ketaveradi. Zakazga qarab chiqarib berilaveradi. 75, 80 har xil bo'ladi. Aha. 1000, 1,5 ming, 2000 ko'pchilik so'rashyapti, kommentariyada yozishyapti. Misol uchun bog'chaga, xususiy bog'chalarga, banisalarga qo'yamiz deyapti-da. Tayyorlab berilaveradi, masjidlarga. Xudo xolasa joyinga borib ko'riladi. Aha. Mana bunaqa pechga qo'yiladi deyiladi, o'shanga qarab rasxodni hisoblab beriladi, o'shanga qarab ketaveradi aka bo'lsa. Qarang, ko'pchilik so'rashyapti, masjidlarga so'rashyapti. Narxini arzonroq qilib tayyorlab beriladi. Xudo xolasa o'zimiz skidkadan, bundan ham skidka qilib chiqarib beramiz. Manisaga, masjidga qilib beramiz, bog'chalarga. Masjidlarga bo'lsa, bog'chalarga bo'lsa, xudo xolasa skidkalar qilib iloji boricha arzonroq qilib beriladi. Xudo xolasa qilib beramiz. Bundan ham arzon qilib beramiz. Aha. Narxlari qancha bo'lyapti? Birinchi o'rinda narxidan oldin qanday ko'mirga yonishini aytib ketak. Mana ko'miri ichida bor, mana bu yoqilgan, tayyor. Aha. Ko'miri ham ikki xil varianti bor, qolgani bu shibalko degan ko'miri. Aha. Keyin belolmasi bor. Aha. Belolma ham yaxshi. Keyin angren qora ko'miri bor. Angren qora ko'mirida yonadi, yonmaydi emas, lekin mana shu gradusga qo'yib qo'yadi, chiqmaydi. Masalan, mana shu bunkerni to'ldirib qo'yadi, 5 soat yonadi, bunker tugaydi, lekin gradusga chiqmaydi. Bunkerni to'ldirib qo'ysa, biz aytgan ko'mirdan gradusga chiqib, masalan, 1 sutkada yarmi ketadi ketsa. 1 sutkada. Demak, bitta zapravka qilsa
1,5 kun, 2 kun sutga siz bemalol yetadi. 1,5-2 sutka bemalol yoqib berilaveradi. Yoqib O'rtacha beradi, necha kilo sig'adi bochkaga? 100 kilo osh sig'adi, xudo xolasa. Zakazga qarab kattaroq tayyorlab berilaveradi. Right, zakazga qarab kattaroq chiqarib berilaveradi. Buni aqlli deganimiz sababi akalar, ko'mir to'ldirib qo'yasizlar, aytib o'tilgandek, bu yerga ko'mir tashlash vaqti, yonish vaqti gradusga qo'yib qo'yasizlar. Misol uchun biron joyga qo'yib ketadigan bo'lsalaring ham o'zi yonib yotaveradi. Yonib yotaveradi. Bemalol ayollar ham tushunadi buni. Iloji bo'lsa, o'sha uydagi odam bitta odam ko'rsa, o'sha yaqiydigan odam ko'rsa, o'shangadir tushuntirib bersak, o'sha yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, telefon qiladi, "Mana bunaqa bo'lyapti" deb aytadi, lekin bitta odam ko'rsa, bitta odam tushunsa yaxshi bo'ladi. Tushunali. Misol uchun mashinani ham bitta odam minsa, bir qo'l yaxshi bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Shunga o'xshagan, ha? Narxi aka? Hop, bunimiz 200 kvadratligimiz $1050 chiqadi. 15 kilovatligimiz $850 chiqadi. 30 kilovatligimiz $1150 chiqadi. Buni skidka narxida $1600 chiqarib beramiz. $1600. Bo'laydigani. Bo'laydigani. Dastavkasini bepul qilib beramiz o'shanchida. Dastavkasi aytib o'tilgan narxlar ichida 12 ta viloyatga bepul. Xudo xolasa bepul qilib beramiz. Skidka narxida $1600 chiqarib beramiz. Bunaqa hech kim qilib bermaydi, xudo xolasa. Hozir $1600, misol uchun zakaz qilsa qancha chiqadi? Zakaz qilsa, xo'p, xuddi shundan zakaz qiladigan bo'lsa, $1800 ga chiqadi. $1800. Hozir bitta tayyor bor. Skidka narxida $1600 ga birinchi zakaz qilgan odamga ketdi. 40 taligimiz, 50 taligimiz qancha chiqadi? Xo'p, 40 hozir 50 taligimiz ashka bo'lgan yo'q edi. 40 taligimiz mana $1450 chiqadi. $1450, 50 taligimiz 50 taligimiz $1600 chiqadi. $1600 chiqadi. Tushunarli. Aytib o'tilgan narxlar ichida dastavkasi 12 ta viloyatga bepul. Ustanovka jarayonlari aka. Ustalarimiz bor. Ustanovkasi qarang, ustanovkasida biz o'zimiz ustanovka deyiladigan bo'lsak, qarang. Bu holatda boradi. Pechkani o'zi boriladi. Yoqib beradigan odam bonkirini, garelkasini alohida hamma joyi alohida bo'lib boradi. Shu ustanovka deyiladi. Mana shu holatga keltirib beriladi shu katta yo'l ustanovkasi. Katta yo'l ustanovka. Endi narigi ustanovkasiga suvni ulab beradigan bo'lsak, bizni o'zimiz santexniklarimiz ham bor. Kelishilgan holatda suvni ulab, hamma yo'qni cho'tkilab chiqarib beraveramiz. Hamma viloyatga, 12 viloyat kimga bo'lsa telefon qilsa bo'ldi. Menga santexnik bilan keladigan bo'lsa deb aytsam, u narxini aytamiz, buncha bo'lar ekan deyiladi. Xo'p desa, o'shanga borib qo'yib kelinaveradi. Tushunarli. Xo'sh, adashmasak, narxlarni aytdik, ma'lumotlarni aytdik. 1 yil garantiyasi bor. 1 yil servis xizmati tekin, xudo xolasa. Bepul. Qanday muammo bo'lsa, telefon qilasizlar, xudo xolasa 1 yil mobaynida muammolaringni bartaraf qilib berishadi. Adashmasak, ma'lumotlar qolib ketmadi aka. Ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang.